Man sizlarga hozir bitta statistika aytaman, lekin hozirroq kelishib olishimiz kerak. Xafa bo'lish yo'q. Chunki bu jamoani hammamiz birga yaxshi ko'ramiz va shuning uchun albatta ochiqchasiga gaplashamiz. Aytgancha, Madrid yuragi kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bu yerda Real haqida hamma narsa chiqadi. Tanishing, Vinicius, Bellingham va Kylian Mbappe. Ular uchalasi birgalikda 510 million yevro turadi. Real Madrid butunlay jamoani narxi 1.4 milliard bo'lsa-da, uni 3 dan biri faqatgina shu o'yinchilar egallaydi. Va eng qiziqarli joyi shundaki, Mbappe, Bellingham va Vini o'tgan mavsum birgalikda 81 ta gol urib, 39 ta assist uzatishdi. Lekinda jamoa mana shu 3 ta o'yinchi maydonga bitta vaqtda tushganida 30 ta o'yinda atigina 17 tasida g'alaba qozondi. Men bu bilan nima deb aytmoqchiman? Bu bilan bir xil paytda eng qimmat o'yinchilarni bitta joyga yig'sangiz, darhol zo'r bo'lib ketasiz degan emas. O'yinchilar yaxshi bo'lishi bu bitta narsa, ammo ular birgalikda bitta maqsad qo'yib harakat qilishlari bu mutlaqo boshqa narsa. Siz esa Real Madrid o'yinlarini jonli efirda hali ham qayerda ko'rishni bilmaysizmi? Unda hoziroq bizni Telegram kanalimizga obuna bo'ling.